Assalomu alaykum do'stlar, hammaga YouTube akademiyasidan sizlar bilan birga Elnur Alimov, YouTube ekspert. Hammani kirib kelayotgan yangi yil ayyomlari bilan tabriklab qolaman va bugungi darsliklarda sizlarga men oddiy qilib, sodda tilda YouTube'da qanday qilib biz kino yaratsak bo'ladi. Shu narsani o'rgataman. Keling, birinchi aniqlik kiritamiz. Kino yaratish uchun bizga nima kerak va nimaga aynan kino deb men hozir to'xtaldim, shunga ham aniqlik kiritamiz. Ko'pinglar bilasizlar, ancha vaqtdan beri O'zbekistonda YouTube kasbini olib boryapman, ya'ni YouTube akademiyasida. Ko'p odamlar o'ylaydi, qanaqasiga daromad topar ekan, nima yo'nalishlar bilan daromad topar ekan. YouTube'da do'stlar bir nechta yo'nalishlar bor, daromad topadigan. Oddiy qilib oladigan bo'lsak, yosh bolalarning yo'nalishi bor, ya'ni yosh bolalar ko'radigan kontentlar, long kontentlar, shorts kontentlar. Kelinglar aniqlik kiritamiz, long kontent nima va shorts kontent nima. Long kontent degani bu hammanglar biladigan kino ko'rinishidagi format, ya'ni uzuncha, yapaloq format. Short kontenti bu uzunasiga kontent, ya'ni telefonni misolida hozir ko'rsataman. Telefonni biz mana bunaqasiga oladigan bo'lsak, bu long. Mana bunaqasiga oladigan bo'lsak, bu short, ya'ni vertikal format. Ko'pinglar bilasizlar, TikTokda video ko'rayotganingizda u shorts format bo'ladi yoki Reels ko'rayotganda Instagramda u shorts format. Biz kino ko'radigan bo'lsak YouTube'dan u long format. O'ylaymanki, har doimgi eslab qoldinglar. Eslarda hech qanaqa qiyinchilik bo'lmaydi shorts bilan longni farqlash uchun. Xo'sh, endi dalshi yuramiz do'stlar. Aytganimdek, yosh bolalarning yo'nalishlari bor va kattalarning yo'nalishlari bor. Kattalarning yo'nalishlariga biz True Crime degan yo'nalishlar bor, American News yo'nalishlari bor va kino yo'nalishlari bor. Nimaga aynan kinoga kelib to'xtalyapman? Chunki ko'pincha daromadlarning hammasini YouTube'da men kino yo'nalishlari bilan topaman. Kino yo'nalishi topish uchun avvalambor sizga nima kerak bo'ladi? Ketma-ketlik bilan tushuntirib beraman. Birinchisi sizga va asosiysi kerak bo'ladigani bu litsenziya. Ya'ni kinoni YouTube'ga qo'yish uchun ruxsatnoma. Kino kompaniya orqali. Bizda bilsanglar O'zbek kino kompaniyasi bor, ya'ni O'zbek film. O'zbek film chiqarayotgan kinolarni siz olib turib o'zingizdan o'zingiz YouTube'ga joylashtirib qo'ya olmaysiz. Chunki sizga ruxsat berish kerak birinchi qog'oz ko'rinishida, ya'ni ma'lum bir kino deymiz. Zumrat va qimmat kinosini YouTube'ga qo'ymoqchisiz, avvalambor siz pravoobладатель degan понятие bor, ya'ni kinoni avtori, kinoni yaratuvchisi. U O'zbek film bo'lishi shart emas. Bunaqangi частный, ya'ni xususiy kompaniyalar bor, o'zini nomi bilan nimadir kino deb ochib qo'yadi yoki Ahad Qayum. Bilasizlar, Ahad Qayum har xil kinolar oladi, tam zo'rlangan kelin, ya'ni nimadir, hammasini nomi bir xil bo'ladi. U ham o'ziga yarasha bir studiya, kino kompaniya deb ayta olamiz. Ahad Qayumni biz zo'rlangan kelinini YouTube'ga qo'yishimiz uchun biz Ahad Qayumdan birinchi ruxsat so'rashimiz kerak. Ya'ni Ahad aka, mana shu kinoyingizni biz YouTube'ga qo'ymoqchimiz. Bizga